Farg'ona vodiysining yuragida, baland tog'lar va qadimiy yo'llar orasida 1000 yillik tarixni bag'riga olgan sirli maskan mavjud. Bu Quva shahri. Bu yerda har bir shamol nafasi o'tmishdan hikoya qiladi. Har bir tuproq zarrachasi esa tarixni eslatadi. Quva Farg'onaning eng qadimiy va muhim shaharlaridan biri hisoblanadi. Qadim zamonlarda u Buyuk Ipak yo'lining markaziy nuqtalaridan biri bo'lib, savdogarlar, olimlar va sayyohlar shu yer orqali o'tgan. Bu shahar sharq va g'arbni bog'lovchi ko'prik vazifasini bajargan. Tarix sahifalarida Quva nafaqat savdo markazi, balki ilm-fan va madaniyat o'chog'i sifatida ham nom qozongan. Bu yerda turli xalqlar yashab, o'z madaniyatini, urf-odatlarini va bilimlarini almashgan. Aynan shu zaminda buyuk alloma Ahmad al-Farg'oniy dunyoga kelgan. U o'z davrining eng yirik astronom va olimlaridan biri bo'lib, uning ilmiy asarlari asrlar davomida insoniyatga xizmat qilgan. Uning kashfiyotlari Yevropa ilm-faniga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan va u yerda ham keng o'rganilgan. Quva nafaqat tarix, balki tabiat go'zalligi bilan ham ajralib turadi. Karkidon suv ombori esa bu yerning eng so'lim maskanlaridan biri bo'lib, uning sokin suvlari va atrofidagi manzaralar insonga huzur va osoyishtalik bag'ishlaydi. Bu joy tabiat va inson uyg'unligining yorqin namunasidir. Shuningdek, Quvada joylashgan Xo'jam Posho ziyoratgohi muqaddas maskanlardan biri hisoblanadi. Bu yerga har yili minglab ziyoratchilar kelib, ruhiy poklanish va tinchlik izlaydi. Bu maskan xalq e'tiqodi va qadriyatlarining ajralmas qismiga aylangan. Asrlar davomida Quva turli davrlarni izlarini saqlab kelmoqda. Qadimiy ibodatxonalar, me'moriy obidalar va boy madaniy meros, bularning barchasi bu yerning bebaho tarixini aks ettiradi. Har bir bino, har bir ko'cha o'z hikoyasiga ega. Bugungi kunda Quva bu shunchaki shahar emas. Bu o'tmish va bugunning tutashgan nuqtasi, tarix va zamon uchrashgan muqaddas maskandir. Va bu maskan hali ham o'z sirlarini saqlab, kelajak avlodlarga hikoya qilishda davom etmoqda.